Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. MySQL darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda MySQL ga kirish qismi bo'lib o'tadi. Xo'p, MySQL qayerlarda qo'llaymiz? Hozir bularni tanishib o'tamiz. Ya'ni databazamiz, ya'ni ma'lumotlar omborimizga ma'lumotlarni create, ya'ni yaratish uchun va databazamizda mavjud bo'lgan ma'lumotlarni olib kelish uchun va databazamizda ma'lumotlarni yangilash, o'zgartirishlar kiritishda qo'llaymiz va databazamizdagi mavjud bo'lgan ma'lumotlarni o'chirishda, delete qilishda MySQL dan foydalanamiz. Advantages of MySQL. Ya'ni MySQL ning afzalliklari: MySQL bepul va ochiq manba hisoblanadi. Ya'ni MySQL dan biz ya'ni tekinga foydalanishimiz mumkin. MySQL ham kichik, ham katta ilovalar uchun va proyektlar uchun ideal hisoblanadi. Endi hozirgi kirish qismida MySQL da tushuncha hosil bo'lishligi uchun mana bu kod MySQL ya'ni Workbench da yozilgan. Sizlarda hozir tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Select nima, ya'ni bu mana bu query'lar bo'yicha hech ham xavotir ko'ring yo'q. Bularni hammasini darslarimiz davomida birma-bir tanishib chiqamiz. Ya'ni select inglizchadan o'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsak, select ya'ni tanlash. Mana bu yulduzcha belgi, ya'ni hamma table'lardagina from, ya'ni qayerdan, qaysi table'imiz, ya'ni customers table'imizdan shu ma'lumotni databazamizga olib kelyapmiz. Endi natijani result ko'radigan bo'lsak, ana bizda customer table'imiz chiqdi va uning customer ID, customer name, contact name, address, city, postal code, country kolumnlari bor va uning ichidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Shu Workbenchda MySQL ya'ni shu query'sini yozish orqali shu resultni ko'rdik.